Rossiyada hamda O'zbekistonda ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga ajoyib xushxabar. Bizda Rossiyada ish bor. Eng qizig'i, har doim kommentariyada Zuhriddin bizga O'zbekistondan olib ketadigan ish toping deganlar uchun mana sizlarga O'zbekistondan yo'l kira qilib olib ketadi. Borganingizda yotoq joy bilan ta'minlaydi. Undan tashqari dokumentingizga, patentingizgacha yordam beradi. Yana nima qilib bersin kompaniya? Albatta, mana shunaqa yangi ajoyib ish like arziydimi? Albatta arsa, mehnatimiz uchun bir donagina videoga like bosib, mana shu videoni Rossiyada ishsiz yurgan aka opa singillarimizga hamda O'zbekistonda o'tirib qayerga borsam ekan deb ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga tezda podelitsiya qilib qo'yinglar. Chunki joylarimiz soni cheklangan. Demak, bu ishimiz qayerda, qanday uslubiyalarda, nima ish qilinadi bu haqida to'liq ma'lumot ega bo'lish uchun iltimos videoni oxirigacha ko'rsanglar, men ish jarayonlari ham qisqalatdan video olingan hamma nima ish qilish kerakligigacha videoni qo'yib beraman. Albatta videoni oxirigacha ko'ramiz. Demak, biz boshladik. Moskva va Moskovskoy oblastidan granitsaga kirdi-chiqdi xizmatlarini taklif etamiz. Xizmatlar 100% ishonchli. Batafsil ma'lumot olish uchun ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun 4-iyun 2025-yil haftaning chorshanba kuni. Demak, bugun bizda yana yangi vakansiya Moskovskoy oblast, gorod Sofinoda Yandex Stack skalatiga bizga erkaklar ham, ayollar ham juda ko'pchilik hozirgi kunda yangi ish o'rinlari ochildi. Demak, bu ishimizga O'zbekistondan aytib o'tgandek, o'zimiz olib ketamiz. Ya'ni O'zbekiston nomerlar turibdi. O'zbekistondagilar tezda 18 yoshdan 40 yoshgacha erkak, ayol ishlash maqsadi borlar. Erkaklar qat'iyan ichish taqiqlanadi. Ichadiganlar iloji bo'lsa bormanglar. Ichib, chekib, u yerda qandaydir o'zingizlarning odatinglarni ko'rsataman deb borsanglar, albatta u yerdan haydalib ketishinglar aniq, oyliksiz. O'shaning uchun shunaqa holat yuz bermasligi uchun oldindan ogohlantiramizki, kim ishlash niyatida, maqsadida bo'lsa, haqiqatan borib faqat ishlayman deydiganlar bo'lsa, mana O'zbekiston nomeri turibdi, bemalol telefon qilishinglar mumkin. Yo'l kira qilinadi, olib boriladi, yotoqxonaga joylanadi, ishga olib chiqiladi, dokument qilib beriladi, soqqani olaverasizlar. Demak, bu ishimiz video jarayonida mana qo'yib boraman va videoni oxirida ham qo'yib boraman. Nima ish qilish kerakligini, ya'ni kompletoshik. Erkaklar ham, ayollar ham 18 dan 40 yoshgacha. Ya'ni tezda yordamda skanerlanadi, tovar yig'iladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, albatta o'zingizlar tushunib ham olasizlar. Xo'p, bunga обязательно O'zbekistondagilardan nima kerak? O'zbekistondan keladiganlarga oz bo'lsa-da tushuncha, rus tilidan tushuncha bo'lish kerak. Chunki hozir ekzaminlarni o'zingiz topshirasiz. O'shaning uchun oz bo'lsa-da rus tilini biling. Xo'p, bu yerda usloviyalar qanday? Demak, skalatda ish chista объемga kechadi. Ya'niki, qilgan ishingizga oylik olasiz. Bir kunga chiqsang, senga shuncha beraman degan joyi yo'q. Chiqqan ishingizga 12 soat ish bo'ladi. 12 soat ish jarayonida siz necha foiz pik ursangiz, shunga qarab oylik yoziladi. Demak, 100% pikimiz hozirgi kunda 3600 rubl. Kimdir bir kunda 100% uradi, kimdir 200% uradi, kimdir 50% uradi. Shunga qarab oylik oladi. Xo'p, yotog'i tekin, obedi tekin, olib kelish tekin. Ya'ni kompaniya hisobidan shu narsalar. Qolgan narsalar o'zingizlardan. Misol uchun Toshkentdan olib keladi, avtobusda yo'l kira qilib beradi, kelganingizdan keyin registratsiya qilib beradi, patent taxlab beradi. Bu rasxodlar o'sha yo'l kira, registratsiya uchun, patent uchun ketgan rasxodlar oylikdan ushlab qolinadi. Demak, bu yerda oyliklarimiz aytgancha 2 marta bir oyda, har 15, har 30 chisoda. Ya'niki qanday tushunasizlar? Boshida 15 kun zadishga bo'ladi. Birinchi chisoda ishlaydigan odam 30 chisoda birinchi oyligini oladi, 15 kunlikni. Ana undan keyin har 30, har 15 chisoda bir oyda 2 marta oylik olib ketaveradi. Har hafta avanslari bor. Pulidan muammo yo'q. Faqat u yerga borib o'g'rilik qilmaslik kerak, ichmaslik kerak, chekmaslik kerak, urushmaslik kerak. Mana shuna qoidalarga, o'sha skalatni qonun qoidasiga rioya qilsangizgina siz pulingizni o'z vaqtida olasiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. O'shaning uchun mana sizlarga ajoyib shans. O'zbekistonda o'tirib, qayerga borsam ekan deb o'ylab o'tirgan bo'lsanglar, mana sizlarga skalatdan ajoyib ish vakansiyasi. 18 dan 40 yoshgacha. Endi kimda kim Rossiya hududida bo'ladigan bo'lsa,
bu yerga Moskovskiy oblast patenti bilan borish kerak. Chunki ishimiz Moskovskiy oblast, город Sofinoda. Agar Moskva oblast patentingiz bo'ladigan bo'lsa, mana Moskva, Rossiya nomerlar turibdi. Hoziroq telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan yaqinda keldinglarmi, bemalol telefon qilinglar, borib joylashasizlar. Ana undan keyin patentga topshirib berishadi. Yana ofitsialni ishlab ketaverasizlar. Mana shunaqa ajoyib xushxabar. Ko'ryapsizlar, ham dokumenti borgan, ham dokumenti yo'qlar hammani qabul qiladi ishga. Endi dokumentsiz deganda umuman dokumentsiz yurganlar emas. Gransiyaga chiqib kelishingiz kerak agar dokumentsiz bo'lsangiz. Mana shunaqa imkoniyatlarni bu kompaniya taqdim etyapti. Bundan albatta foydalanib qolasizlar degan umiddaman. Demak, men qo'limdan kelgancha sizlarga ma'lumotni ish haqida berib o'tdim degan umiddaman. Xo'p, ishimiz denda nochda, xohlagan odam denda, xohlagan odam nochda. 12 soat ish. 8 dan 8 gacha den, 8 dan 8 gacha noch. Dam olish kuni brigadir bilan kelishgan holatda bo'ladi. Ya'ni skalatlar kechasi kunduzi tinimsiz ishlaydi. Siz dam olgingiz kelsa, brigadir bilan birgalikda gaplashasiz, bir kun oldin ogohlantirasiz. Agar ruxsat bersa dam olasiz. Agar ochirut bilan dam olinadi. Hamma bir kunda dam olib qo'ysa ham bu katta minus. Yoki o'zingiz shunchaki chiqmasdan, kayfiyatingiz bo'lmasa ham chiqmay qo'ysangiz, bu zaявkani yo'qolishga olib keladi va sizga shtraf olib keladi. Nimaga shtraf qo'yiladi deganni doim so'raydi. O'zingizni yana qilgan ishingizga qarab, misol uchun o'sha so'roqsiz chiqmay qo'yasiz. Shunaqa vaziyatda albatta shtraf bo'ladi. Bu albatta o'zingizning aybingizga yarasha bo'ladi. Hech kim o'zidan o'zi kelib shtraf qo'ymaydi. Bugunga mana shunaqa yangiliklarda kim Rossiyada bo'lsa Rossiya nomerlarga, kim O'zbekistonda bo'lsa O'zbekiston nomerlarga hozirdan aloqaga chiqaverasizlar. O'zingizlarni qiziqtirgan savollarga javoblarni ekrandagi nomerlardan olishingiz mumkin. Men nimadir yetkazib bera olmagan bo'lsam, demak ekrandagi nomerlardan to'liq ma'lumotni yana bir qator olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, omonlar. Sizlar bilan har doimdek Zuhurda Musofir bo'ldi. Keyingi efir o'tkazib bormaslik uchun albatta Zuhurda Musofir kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr, tuninglar osud o'tsin.